Bir kuni Hazreti İsa bir yerda duo qilyotdi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlaridan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysingiz?" dedi. Hazreti İsa javob berib, mundaq dedi: "Duo qilinglarda mundaq denglar: Ey otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzidamu namoyon bo'lg'ay. Kundalik yemakligimizni bergaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirgunimizdek, senmi gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan." Hazreti İsa sözünü davom qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'stingni uyga berib, birodar, menga 3 non beribdi. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'stim uyining ichida turib, meni ovar qilma, ishik taqoqliq, bolalar hammamiz yetib qoldik, xafa bo'lma deb javob berishi mumkinmi?" Yo'q, u do'stning yuzini qilmagan taqdirdimi? Sening tortinmasdan qayta yolvorishning vajidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'rgan narsangni cho'qim berdi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar. Xudo tilaginglarni berdi. Izdanglar, topsizlar. Ishni qiqinglar, echiladi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi. İzdiganlar cho'qim topidi. Ishni qaqqanlarga ishik cho'qim echiladi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandinglarga yaxshi narsani berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi?